Assalomu alaykum barchaga. Xususiy uylar qurilishida eng dolzarb bo'lgan savollardan biri bu uyning isitish tizimi. Albatta eng oson yo'li shunchaki o'z ishining ustalarini topib, ularga barcha mas'uliyatni topshirish va shu bilan birgalikda kafolatlangan isitish tizimiga ega bo'lish. Ammo sizda iqtisodiy holatingiz buni ko'tarmasa yoki o'zingizni kuchingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu videorolik siz uchun. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ladi. Uy isitish tizimi ikkita katta guruhga bo'linadi. Bir quvurli va ikki quvurli. Bulardagi farq isitish qurilmalarining bir-biriga ulanishidadir. Bir quvurli isitish tizimida radiatorlar ketma-ket ulanadi. Bu sistemaning asosiy kamchiligi issiqlik uzatilayotganda har bir radiatorda haroratning pasayib borishidir. Shuning uchun bu sistemada boshlanishdagi radiator oxirdagi radiatorga nisbatan qaynoqroqdir. Ikki quvurli sistemada esa radiatorlar parallel ulanadi. Shuning uchun hamma radiatorlarda haroratlar bir xil bo'ladi. Ammo bu sistemada murakkablik va xarajatning ko'payishiga olib keladi. Kelinglar, har bir sistemani yaxshilab o'rganib chiqamiz. O'rganish ketma-ketligi eng osondan murakkabga qarab. Xo'p, bir quvurli isitish tizimiga kelsak. Undan-da osoni yo'q. Bu tizimda isitilgan suv ketma-ket har bir radiatorga uzatiladi. Bu tizim kamchiligi. Agarda bir xonada harorat keragidan ko'payib ketsa, bitta xonani alohida o'chirib qo'yishlik imkoniyati yo'q. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Qayerda bu kerak bo'ladi? Agar xonalar haroratini alohida nazorat qilib bo'lmasa, siz 100% haqsiz. Ba'zi bir holatlarda bu tizimni qo'llash mumkin. Masalan, bir xonalik uylarda xona hajmi kattaligi tufayli 2-3 tani tashkil qilsa. Bu holatda har bir radiatorlarni alohida nazorat qilish ehtiyoji yo'q. Agarda xona harorati ko'tarilib ketsa, shunchaki isitish pechini o'chirib qo'yasiz. Bir quvurli tizim Leningradga. Sxema shunday obrazda ko'rinadi. Pastdan alohida quvur yotqiziladi va undan har bir radiatorlarga alohida uchamakda suv olinadi. Bu tizimni shunday muhokama qilishadi. Agarda uyda isitish sxemasini halqa ko'rinishida qilishni iloji bo'lsa, unda bu effekt beradi. Agarda bunday qilishning iloji bo'lmasa, unda suvning qaytishi yana alohida quvurda olib kelinadi. Va bu ma'nosiz harakat bo'ladi. Va yana chizmada ko'rsatilgandek, isitish tizimida shunday qo'polliklarga yo'l qo'yilmasligi lozim. Bu tizimning buzilishiga olib keladi. Gravitatsion tizim. Bu nasossiz ishlaydi. Fizika darslaridan bilamizki, qaynoq suyuqlik bunday holatda sovuq suvga qaraganda ozroq zichlikda bo'ladi. Shuning uchun kotyoldan chiqayotgan issiq suv o'z-o'zidan tepaga oqadi. So'ngra radiatorlardan sovib, yana pastga oqim hosil qiladi. Bu esa tabiiy aylanish hodisasi deb ataladi. Bu zanjir davom etadi. Ammo bu sistemada keraklicha keng bo'lgan quvurlardan foydalaniladi. Qo'shimcha qilishim kerakki, nasos ushbu tizim uchun oshiqchalik qilmaydi. Bu ba'zi hollarda kerak bo'ladi. Nasos ushbu holatda o'rnatiladi. Kollektorli tizim. Sistema asosan xonalar markaziga o'rnatiladi. Har bir radiatordan kirish va chiqish quvurlari alohida kollektorga ulanadi. Bu tizim uchun
yarim metall plastik quvurlar foydalaniladi. Quvurlarning pol osti, devor ichi, shift ustlaridan olib o'tsa bo'ladi. Bu tizimning eng katta muammosi xarajatning yuqoriligidadir. Kollektor ham pul turadi. Yana bir sxema bu Tichelman halqasi. Bu tizimda issiq suv berish quvuri katta diametrli quvurlardan boshlanib, bosqichma-bosqich har bir radiatorda kamayib boradi. Suv tashlash esa birinchi radiatordan kichik diametrli quvur orqali boshlanadi. Va har bir radiatorda kattalashib boradi. Bu bizga nima beradi? Bunday sistemada barcha radiatorlarda bir xil bosim bo'lishi ta'minlanadi va hammasida bir xil haroratni ushlab turadi. Ikki quvurli boshi berk sistema. Tupikovaya sistema. Tichelman sistemasi juda yaxshi, ammo har doim ham uning qo'llanilishining iloji yo'q. Odatda zinapoyalar va uyning proyekti sistemaning halqa ko'rinishida qilishga xalaqit beradi. Bunday holatlarda aynan shu tizim qo'llaniladi. Bu Tichelman halqasi bilan aynan o'xshash ishlaydi. Xullas kalom, xulosa qilsak, agarda bir xonalik uylar, garajlar, katta bo'lgan sexlarda eng oddiy bir quvurli tizimdan foydalaniladi. Qolgan hollarda boshqa sistemalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agarda ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish va obuna bo'lishni unutmang.